Okey qiling, pastda. Endi bundan pasportni oldingiz chekkaga bossangiz, chiqib turadi programmalar. Endi programmani qayerdaligini topib olishingiz kerak. Ha? Keyin haliga kirganda, mana tablo qo'ygan. Sug'urasiz. Endi qarang, o'sha pasportingizni ko'ring. Ochiq, ha. Qarang, bu yerda kalitni ochganingizda ting'illash minutdanmi, tablodanmi? O'shani e'tibor qiling. Ting'illash minutda bo'lsa, buni sound off emas. Sound muzika on bo'lsa, tabloda deyapti, ana bir deyapti, katta tablo. Sound on deyapti. Tabloda muzika chiqaradimi yo'qmi deyapti. Bizda tabloda chiqarmaydimi, kolonkadan chiqaradi. Endi qarang, sound on off kerak emas ular. Endi bizda ikkita qoldi. Avtomat motor mashina. Turibdi. Endi ikkita qolyapti tanlash. Qarang, raqamlar hammasi bir xil kelyapti-da, mana bu kelganda 58, bittasi 66. Ko'rdingizmi? Farqini? Qolgani bir xil. Avtomat mashina. Avtomat bo'lsa, atini ko'ramiz faqat. Kolonkaga qaraymiz, e'tibor. Bundanmi chiqadi? Bundan bo'lsa sound onlarni ko'riladi. Bundan bo'lsa soundni yo'g'ini ko'riladi. Endi nimangizni ko'ringchi, pasport qaysi ekan? Xo'p, mana 63, 64, 66. 63, 64, 66. Ikkinchi to'laganligini. Bo'ldi. Endi nimaga qaytamiz? DPSga qaytamiz. Bu pastda, mana bunisi. Kirdik. Endi select qilamiz. Select qilamiz. Sekin tepada. Hop, endi nimaga kiramiz? Programmaga, ashin pastga qiling. Lokalniy. DPS fayl tepada. Hop. Tablo turibdi pastda. Tablo, o 4-inchisi. Biz ikkinchisini tanlaymiz, ashini tanlaymiz. Hop, programda, ana program chiqdi endi. Ashini bossangiz uradi. Bo'ldi. Mishkani qolib qo'ying. Bo'ldi.